Demak, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, mana bugun 9-iyun aynidanda Urganch tumanida xavfsiz hudud maxsus profilaktik tadbir o'tkazilmoqda. Hamkor tashkilotlar bilan birgalikda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan har bitta transport vositasi to'xtatilib, transport vositasiga tegishli hujjatlar va haydovchiga tegishli bo'lgan hujjatlar sinchkovlik bilan tekshirilmoqda. Barcha harakat ishtirokchilaridan va haydovchilarimizdan yo'llarda harakatlanganda ehtiyotkorlik bilan harakatlanishdan, ayniqsa tungi vaqtlarda tezlik me'yorlariga amal qilgan holda spirtli ichimlik iste'mol qilmasdan avtomashina boshqarishliklaringizni so'rab qolamiz. Unutmang, hurmatli harakat ishtirokchilari, sizlarning yo'llardagi xavfsizligingiz va sog'lig'ingiz biz uchun ham muhim. Qoidalarga amal qiling.